Bu gaplarni yozdim qalbimni qilib varoq. Ko'z yoshlarim to'xtatolmay qildim siyoh. Shu kunlarda rosayam onamni sog'inib, katta hovliga bordim, qolsam biroz ovunib. Atrofga boqdim. Onamdan topay deb nishona, tortmadan topdim bir dona angishona. Darhol shoshilib, pishib, taqib ko'rdim qo'limga. Salgina bo'lsa ham taskin bo'ldi ko'nglimga. Rosa qayta o'pib, surtib yuzimga. Biroz qaytadan kelganday bo'ldim o'zimga. Ko'z yoshlarim bilan yuvildi angishona. Qo'llaringizni o'pmadim tirigizda ona. Bugun qadringiz o'tmoqda jannatim onam. Siz bilan tirik ekan jismu jasadim tanam. Yoshlikda sho'xlik qilib yetmadim qadringizga. Juda ko'p ozor berdim men nodon qalbingizga. 1 kilo ham go'sht olib kelmadim bir oyda. Elga mol qo'y so'yishimdan endi ne foyda? Tirigizda yetmasdan onajon qadringizga. Toj Mahal qurishimdan ne foyda qabringizga? Ey do'stim, qadrlang sizda bo'lsa ona, men kabi bo'lib qolmasin qadrli angishona. Endi bu albatta hozirgi kunda yoshlarimiz juda ko'p guvoh bo'lib qolyapmiz. Onasini qadriga yetmayotgan, otasini qadriga yetmayotgan, onasi "Ey bolam, qayerga ketyapsan?" desa, yuziga eshik yopib ketayotgan yoshlarimizni eshitib sal bir aqlini topamikin degan bir umidda. Keyin vaqt kelganda onasini yo'qotib, attang qilib, anaqa oddiy bittagina angishonasini ham topib, onamiki edi, onami hidi keladi deb yuzlariga o'pib, surtib, anaqa bo'lishligidan oldinroq aqlini topsin degan maqsadda yozilgan she'r. Ey uka, ey o'g'lim, onang bor bugun, belingni quvvati, yuragingni quvvati bor. Shu narsani his qilgin. O'lgandan keyin his qilib attang qilmagin. O onangga eshigini yopib ketishliging bu jannatda eshigini yopib ketishlik. O'yla, jannatga kirishni umidida yashayapmiz u. Jannatda eshigini yopib, jannatdan yuz o'girib ketishliging. Senga shu kerakmi? Shuni xohlaysanmi? Sen kimsan? Muso alayhissalom payg'ambarga Alloh aytgan onasi o'lganda, "Ey Muso, endi buni bu yerga yetkazib degan, "Ey Alloh, nimaga?" desa, "Sizni har xil balo qazolardan saqlab turgan endi onangiz o'tib ketdi, endi bu yerga hushyor bo'ling" degan. Sen Muso alayhissalomdan ham zo'rmisan sen, ha? Onangga baqirasan, onangga nima qilasan, o'shqirasan, kechalar yarim kechada o'zingga o'xshagan bema'ni oshnangni hurmatini qilasan. Seni qadringga yetadigan onangni gapiga quloq solmaysan. O'zingga o'xshagan bitta yuvindi chaqirsa yugurib ketasan, onang bitta narsani yuvib qo'y, yon narsa qilib qo'y, yon qilib qo'y desa qaramay ketasan. Sen bilib qo'y, sen hayotda adashgan inson. Nimaga? Oshna tanlashda ham adashgansan. Onang bir ish buyursa, telefon qilib chaqiradi. "Ey maqaka, endi onangga yolg'on aytib chiqaver, bu deb, senga yolg'on o'rgatayotgan, yolg'on gap bilan onangni aldab chiqishga majbur qilayotgan oshnang senga oshna emas u. Sen hayotda ham oshna tanlashda adashgansan. Nimaga? Seni onangdan jannatingni ayirayotgan oshna bo'lmaydi. Shuning uchun onangni tirigida qadriga yetgin. Oyog'ini o'psang ham arziydi. Shundaymi? Qadriga yetgin. Mana shunaqa onasini qadrlamayotgan, shunaqa bir rasvolarga jo'natib qo'ylar mashina.